Assalomu alaykum. Yurtimiz va jahonda sodir bo'layotgan qizg'in voqea va ularning tafsilotlari bilan efirda Fresh News informatsion dasturi. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda Haj 2025 mavsumi qachondan boshlanishi e'lon qilindi. Zangiotada 30-aprel erta tongda bir ayol o'zini poyezd tagiga tashladi. Naoya Inoue 4-bor mutlaq chempion unvonini himoya qildi. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. dasturimizni yaxshi yangiliklar bilan boshlaymiz. 2025-yilning haj mavsumi qachondan boshlanishi e'lon qilindi. Xursandchilik shundaki, mamlakatimizning 9 ta hududidagi aeroportlar orqali to'g'ridan-to'g'ri reyslar yo'lga qo'yilmoqda. Batafsil dastlabki lavhada bilib olamiz. O'zbekistondagi 2025-yilgi haj mavsumi shu yilning 13-may kunidan boshlanib, 28-mayga qadar har kuni O'zbekistondan Saudiya Arabistoniga aviaqatnovlar amalga oshiriladi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi. Ziyoratchilar O'zbekistonning 9 ta hududidagi Toshkent, Buxoro, Namangan, Samarqand, Qarshi, Termiz, Urganch, Navoiy va Nukus shaharlaridagi aeroportlar orqali Madina shahriga to'g'ridan-to'g'ri uchadi. Aviaparvozlar O'zbekiston Airways bilan birga Flynas va Flyedel kompaniyalari tomonidan amalga oshiriladi. Zamonaviylikni tan olish, lekin milliy urf-odatlarni targ'ib qilish bu ikki bir-birini to'ldiruvchi xususiyatlardir. Bugun biz poytaxtimizda joylashgan Ko'rpe do'koniga tashrif buyurdik. Ushbu do'konning ilk faoliyati ham juda qiziqarli bo'lib, uning shakllanishida avloddan avlodga o'tib kelgan hunar muhim o'rin tutgan. Do'kon asoschisi Marjonaning tikuvchilikka bo'lgan qiziqishi vaqt o'tishi bilan yanada chuqurlashib, dizaynerlik faoliyatiga yo'l ochgan. Bugungi kunda Ko'rpe do'koni mahsulotlarida o'zbek, qozoq va butun O'rta Osiyo hunarmandchilik qadriyatlarining yaqqol izlarini ko'rish mumkin. Har bir buyum qo'l mehnati asosida yaratilgan bo'lib, unda milliy naqshlar, bejirim bezaklar va did bilan tanlangan matolar mujassam. Judayam chiroyli va noodatiy mahsulotimiz haqida gapirmoqchiman. Bu ko'rpachalar duxobadan tikilgan, lekin bu duxoba oddiy emas. 50 yillik duxoba. Sandiqlarda xuddi yangidek saqlangan va biz undan ko'rpachalar tikib o'zimizning naqshlarimiz bilan bezadik. Loyihamizning yana bir qo'shimcha yo'nalishi bu bizning naqshli matolarimiz. Bu naqshli matolar juda ham universal hisoblanadi. Ularni mebel uchun pardalar, yostiqlar, dasturxonlar va hattoki sumkalar tikish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Biz taqdimot uchun aynan mana shu matodan tikilgan pardalarni tayyorlagan edik. Shuningdek, bu yerda tayyorlanayotgan mahsulotlarning tarkibi ham alohida e'tiborga loyiqdir. Ular nafaqat ipak va paxtadan, balki tuya va hatto sherning tabiiy yungi kabi noyob va qimmatli xomashyolardan yaratilmoqda. Bu esa mahsulotlarga alohida nafosat, mustahkamlik va betakrorlik baxsh etadi. Ushbu mahsulotlarning sifati mijozlar tomonidan bevosita e'tirof etilmoqda. Xaridorlarning samimiy fikrlari, ularning do'konga qayta tashrifi bu yerda ishlab chiqarilayotgan har bir mahsulotning sifat va qadriyatlariga tayanib yaratilayotganini ko'rsatadi. Qonunbuzarlik. Toshkentda issiqxonada giyohvand modda o'simligi yetishtirayotgan shaxslar ushlandi. Ular o'simlikni yetishtirishda professional yondashishgan, ammo bu yondashuv uzoqqa cho'zilmadi. Jazo muqarrar. Shaxslar necha yilgacha ozodlikdan mahrum bo'lishlari mumkinligini navbatdagi lavhada bilib olamiz. Toshkentning Mirobod tumanida 2 nafar shaxs uyida issiqxona sharoitida giyohvand o'simlik yetishtirayotganligi aniqlandi. Qayd etilishicha, ular taqiqlangan o'simlikni issiqxona uslubida maxsus yorug'lik va havo almashinuvi vositalari yordamida yetishtirgan. O'simliklar 12 tubni tashkil qilgan. Ularning uzunligi esa 60 va 170 sm bo'lgan. Bundan tashqari, ushbu hududda yana bir holat aniqlangan. Xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda uy egasi giyohvandlik vositalari yetishtirilayotganligi aniqlangan. Ichki ishlar organlari xodimlarini ko'rgan shaxs daliliy ashyolarni suvga oqizib yubormoqchi bo'lgan, ammo bu ish bermagan. Xolislar ishtirokida ushbu giyohvandlik vositalari ham rasmiylashtirilib, ekspertizaga topshirilgan. Hozirda ularga nisbatan 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilanishi mumkin.
Kompleks profilaktik tadbirlar davomida Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan tungi vaqtlarda turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida maxsus reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Reyd tadbirlar davomida giyohvandlik hamda psixotrop moddalar va ularning analoglari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish, qo'pol qoidabuzarliklar va mast holda yoki tegishli hujjatlarsiz transport vositalarini boshqargan fuqarolar aniqlanib, qonuniy choralar ko'rilmoqda. Avtoyo'l to'xtatilganda ishonchnomalar yo'qligi aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonot tuzildi. Mashina vaqtincha saqlashni jarimaga qo'yib turamiz. Oq Spark avtomobilini to'xtatib tekshirganimizda haydovchining ishonchnomalari bekor qilinganligi aniqlandi hamda haydovchiga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Avtomobil vaqtinchalik jarima jazosiga qo'yib turamiz. Aniqlangan barcha turdagi huquqbuzarliklarga qonuniy choralar ko'rilib, qonun ustuvorligi va jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Bu kabi profilaktik reyd tadbirlari poytaxtimiz bo'ylab kun-u tun olib borilmoqda. Poytaxtimiz bo'ylab olib borilayotgan profilaktik reyd tadbirlar davomida qo'pol qoidabuzarliklarni sodir etib harakatlanayotgan haydovchilar aniqlanib, choralar ko'rilmoqda. Xususan, svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmaslik, uyali aloqa vositasidan foydalanish, qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanish va mast holda transport vositalarini boshqarish va shunga o'xshash bir qancha qoidabuzarlik holatlarini misol qilib olishimiz mumkin. Ushbu avtoulovni davlat raqamiga o'zgartirish va qo'shimcha kiritilgani aniqlandi. Holat yuzasidan ma'muriy bayonot tuzilib, boshini saqlash uchun jarimaga qo'yib turamiz. Tekshirilgan payti yonlarida avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjat yo'qligi aniqlandi va avtotransport vositasini oynasi qoraytirilgan muddat o'tib ketganligi aniq bo'ldi. Malibu rusumli avtomobilni to'xtatganida haydovchining haydovchilik guvohnomasi olmaganligi ma'lum bo'ldi. Avtomobilga tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarima maydoniga olib joylashtiramiz. Malibu transport vositasi to'xtatib, hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatganimda haydovchi o'zidan tushib qo'yg'atib, spirtli ichimlik ichganligi ma'lum bo'ldi. Haydovchini ekspertizaga taklif qildi. Извините, сегодня у нас банкет был и 1 литр пива выпили. Mastlik holati aniqlandi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 131-moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mashinani saqlash uchun vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Yuqoridagi kabi ko'rsatib o'tilgan holatlarning barchasiga qonuniy choralar ko'rilib, ayrim haydovchilarning avtotransport vositalari vaqtincha saqlash uchun jarima maydonlariga joylashtirilmoqda. Noxush xabar. Toshkent viloyati Chinoz tumanida yashagan ayol tezyurar poyezd tagiga o'zini tashlab, joniga qasd qilgan. Sabab nima? Holat tegishli insonlar tomonidan o'rganilmoqda. Joriy yilning 30-aprel kuni Chinoz tumanida yashagan 1995-yilda tug'ilgan ayol Toshkent Samarqand yo'nalishida harakatlanib kelayotgan tezyurar yo'lovchi poyezdi tagiga o'zini tashlashi oqibatida vafot etgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov xabar qildi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent transport prokuraturasi tomonidan tekshirish o'tkazilib, sodir bo'lgan hodisaning sabablari aniqlanmoqda. Xitoyliklar yana e'tibor markazida. Xitoy kompaniyalari Jizzaxda quyosh elektr stansiyasini qurishadi. Buning uchun naqd 2,8 milliard Xitoy yuani sarf etiladi. Muxbirimiz batafsil hikoya qiladilar. Jizzax viloyatining Forish tumanida quvvati 500 megavatlik bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi hamda havo elektr uzatish tarmog'i quriladi. Bu haqda prezidentning tegishli qarori imzolangan. Loyihani amalga oshirish uchun Xitoyning China Electric Equipment International Ltd hamda China Haudishan Oversize Ltd kompaniyalari tomonidan Guardian Jizzax Solar Power MCJ ta'sis etilgan. Investorlar va loyiha kompaniyasi Jizzax viloyatida 2,8 milliard Xitoy yuani miqdorida to'g'ri investitsiya jalb etgan holda quvvati 500 megavat bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini loyihalashtirishi, moliyalashtirishi, qurishi hamda ekspluatatsiya qilishi lozim. O'zenergo sotish aksiyadorlik jamiyati 25 yil davomida elektr energiyasini kafolatlangan tarzda xarid qiladi. Loyihani amalga oshirish uchun Jizzax viloyatining Forish tumanidan jami 991,1 gektar yaylov yer uchastkasi ajratiladi va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar toifasidan sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa
boshqa maqsadlardan mo'ljallangan yerlar toifasiga o'tkaziladi. Yaqin kunlarda sayyoramizning ustki qatlamiga qattiq zarba kelib tushadi. Ta'kidlanishicha, yerga yarim tonnalik kosmik apparat qulab tushishi kutilmoqda. Sovet davridan qolgan kemaning aynan qayerga, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, qaysi davlatga tushishi haqida taxminlar bor. Tayyorlangan lavhada batafsil bilib olamiz. Yerga yaqin kunlarda og'irligi qariyb yarim tonna keladigan Sovet planetalararo kosmik apparati qulab tushadi. Bu haqda BBC xabar berdi. Kosmik apparat 1972-yilda Veneraga uchirilgan Kosmos 482 stansiyasining qo'nish moduli hisoblanadi. U o'sha vaqtdan beri Yer orbitasida qolgan. Qurilma aynan qachon sayyora yuzasiga tushishi noma'lum, ammo bu taxminan may oyining birinchi yarmida sodir bo'ladi. Ekspertlarning fikriga ko'ra, uning turar joy hududlariga tushish xavfi mavjud. Venera stansiyasi 1972-yil 31-mart kuni tongda Boyqo'ng'ir kosmodromidan uchirilgan. Kosmos 482 qulashi turli hisob-kitoblarga ko'ra 8 va 14-may kunlari sodir bo'ladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Romada oyning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Italiya A seriyasining navbatdagi turida Roma Fiorentinani qabul qildi. Uchrashuvda rimliklar 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov bahsni asosiy tarkibda boshladi va 65-daqiqada zaxiraga olindi. Hujumchimiz uchrashuvdagi yagona golga assist bo'ldi. SofaScore nashri futbolchimizning harakatlariga 7.4 baho qo'ydi. Kechaning markaziy jangida ikkinchi yengil vaznda mutlaq chempion Naoya Inoue amerikalik da'vogar Ramon Cardenesga qarshi ringga ko'tarildi. Jang yaponiyalik chempionning 8-raunddagi texnik nokauti bilan yakunlandi. Shu tariqa Inoue 4-bor mutlaq jahon chempionlik unvonini himoya qildi. E'tiborlisi, Naoya 2 raundda nokdaun holatiga tushib qoldi, ammo vaziyatdan chiqib ketdi. Shu tariqa Inoue 30-jangida 30-g'alabasini qo'lga kiritdi. Endi u 14-sentyabrda o'zbekistonlik Murodjon Ahmadaliyevga qarshi to'qnashuvda kamarlarni himoya qiladi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Siz Fresh News informatsion dasturini tomosha qildingiz. Bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.